Alo. Usta men, Memati. Vaziyat qanday, Memati? Yaxshimiz usta. Biror gap bormi? Bor, Memati. Sizlarga Husnudan narsalar yubordim. Nima yubordingiz usta? Bu yeguliklardan, Memati. Usta yegulik yaxshi-ku, ana bu ish nima bo'ladi? Memati, ovqatlanib ol. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz ham erta tongdan buncha ovqat haqida gapirasiz? Memati, endi hamma narsani telefonda gaplashamizmi? Hamma narsani aytmang usta. Ozgina xabar topsak bo'lgani. Ha, ko'rinib turibdi, Memati, darrov tushunasan. Qayergadir ketyapsizmi usta? Biroz xavotirda gaplashyapsiz. Bosh vazir bilan uchrashuvga ketyapman, Memati. Xo'p usta. Shunday demaysizmi? Tushundim. Memati, hech vaqoni tushunmading. Hammangiz ovqatingizni yenglar. Ustimni ham ichaymi usta? Zahar ich, Memati. Husnosidan ham ovqatidan ham o'rgaldim. Nima bo'ldi, og'a? Hech nima bo'lmadi, Abdulxay. Telbaqsni nimadir olib kelganmish. Hamma zaharlanishdayin. Davlat shuni xohlayapti. Og'a, men shut olib kelaymi?